Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, kanalimizga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun sizlar bilan men har doimgidek TSB Masterus obunachilar bugun TSB haqida video chiqmaydi. Endi faqat Jujutsu Shinagis haqida olinadi. Xo'sh, obunachilarim, ming bor uzr so'rayman. Negadir TSBda endi videoim kelmay qoldi. Nega desanglar, chunki men TSBda shuncha harakat qilyapman, nechta kill qilyapman, baribir titel bermadi. Shuning uchun u video olishdan to'xtatdim obunachilar. Ya'ni men TSBdan ana qilmoqchi edim. Bitta narsam shu title olsam edi demoqchi edim obunachilar, baribir title ololmadim. Shuncha harakat qildim. O'zi 300 ta kill edi. O'sha kuni 145 tachamiga yetkazdim. Ertalabga tursam 500 ta kill. Mayli dedim. Keyin 185 ta qildim. Shuncha killlar qildim, baribir endi obunachilar yeta olmadim. Xo'sh, obunachilar bu ham shu TSBga o'xshaydi, faqat farqi boshqacha. Bunda har xil narsalar bo'ladi va zo'r narsalari bo'ladi. Bunaqa qobiliyatlari bor. Xo'sh, menda 418 ta kill. Xo'sh, obunachilar, sizlarga men nimani o'rgatsam ekan? Sizlarga Black Flash o'rgataman. Xo'sh, obunachilar, buning uchun bizga bir Yuji Itadori personaj kerak bo'ladi. Mana King of Course degani nima desam ekan o'zbekchasida la'natlar qiroli degani obunachilar. Buni ma'nosi qaranglar obunachilar. Sizlarga Black Flash ko'rsataman. Black Flashni qilish uchun o'rganib olish kerak. Qaranglar mana. Qaranglar. Uryaptimi obunachilar, mana qaranglar. Ash urayotgan joyda qaranglar mana. Mana urdi-ku obunachilar, mana shu urgan paytida mana qo'lini bunday qilib turibdi-yu. O'sha paytda ustiga 2 marta bosish kerak obunachilar. Mana shu Black Flash o'xshashi uchun. Tushunyapsizlarmi? Mana shu Black Flash o'xshashi uchun mana shuni o'yin qilish kerak. Mana qarab turinglar mana. Qo'liga qaranglar-da. Endi ana qilinglar mana qaranglar. Tushundinglar? Mana shu qo'limni qo'qib turganda ustiga 2 marta bossanglar, mana Black Flash bo'ladi obunachilar. Sizlarga o'rgatib qo'ydim obunachilar. Boshqa personajlarda ham bor. Bir xillarda bo'lmaydi. Black Flash bo'lsa bir anolarda bo'ladi. Mana bu Ten Shadow Megumi'da bo'ladi. Mahito'da bo'ladi. Mana bu Yujini akasida bo'ladi. Keyin mana bunda bo'ladi bunisida. Bunisini ham o'rgatib qo'yaman obunachilar, qaranglar. Bu Rick anavsi. Yuta bu. Bu maxluq sizlarga nabrot yordam beradi obunachilar. Bu maxluqning ismi Rika. Sizlarni ana o'ylanglar. Nima deydi? Sizlarni sevgan qizinglar bo'ladi. Bu aslida animesida bu qiz aslida kichkina qizcha bo'ladi, lekin maxluqqa aylanib qolgan bo'ladi. La'nat bo'lib. Hozir qaranglar, mana qarab turinglar. Tushunyapsizlarmi obunachilar mana? Hozir men cho'ta adashib ketdim, oldiga chiqib ketib qoldim. Men mana bu yerda turishim kerak ekan. Mana men bu Resolute Slash degan joyga borasizlar-da. 2 marta bos soatda sizlarga obunachilar, mana shuni bosasizlar. To'lib olsin, mana qarab turinglar. Va tepasiga chiqib ketdi obunachilar. Jicha uzoqroq turamiz. Xullas, mana shuna qilasizlar obunachilar. Yana bittasi bor mana. Salariman, ya'ni Nanami obunachilar. Buni ham Black Flash qilsa bo'ladi. Buning uchun buni ham bir qobiliyati bor obunachilar, mana o'rgatib qo'yaman sizlarga. Hammasini qobiliyatlarini ko'rsatib berib chiqaman. Sizlarga o'zim o'rgatib beraman hammasini, nimalar qilishi, nimalar qo'yishi, keyin o'rganib olasizlar. Mana qaranglar. Bu mana bu yulduz turibdi-ku tepada. Ana shu qobiliyat bo'ladi-da obunachilar. Bu qobiliyat har xil. Bunisida tochkani topish kerak. Mana qaranglar. Mana qaranglar. Mana ko'rdinglar, mana shu ne qilasizlar, qaranglar. Ko'rdinglar, mana shunaqa Black Flash chiqadi bunda. Buni qo'li bilan bunday qilib ustiga 2 marta bosmaysizlar, mana shunaqa qilasizlar, mana. Tushunyapsizlarmi? Bu Nanami ham zo'r kuchli. Oddiy urushlarda uncha jon ketkazmaydi. Tochkani topib ursa, ko'p jon ketkazadi, mana qaranglar. Mana shu tochkani topasizlar, mana qaranglar. Shuni tochkani kelsa, joniga qilib kashiydi. Obunachilar, ikki mana bu servicing kick, mana orqa machasi tepamiz, oldi machasi tepamiz, mana qaranglar. Hey, bunday tursanglar, oldi machasi, bunisi orqa machasi. Buni ham mana bu 3-chini ham anaqasi bor, obunachilar, varianti bor, mana qaranglar. Ko'rdinglar, mana shunaqa sakrab ona qilasizlar. Xo'sh, obunachi, endi kimda qaysi personaj ko'rsatdik? Yangi personaj qo'shildi, mana register. Bu pulli emas, mana ikkitasi pulli. Xo'sh, sizlarga yana bittani ko'rsatib bersam. Xullas, sizlarga eng osonrog'ida mana Ten Shadows, mana sizlarga shuni o'rgatib beraman, qaranglar.
Buni ana qobiliyati anaqa suzib soya bu. Tushunyapsizlarmi? Soya. Mana sizlarga o'rgatib ketaman. Qaranglar. Birinchisi Rapid Target. Mana bu yulduzni bosasizlarda, mana ne qilasizlar? Mana shunday qila olasizlar. Yoki oddiy ham bosinglar, quyoqlarga urib ketadi. Mana bu ikkinchi ana qushinglar keladi, qushinglarga chiqib qolsanglar. Mana bu uchinchi bo'lsa, bitta qurbaqa chiqadi. Agar ko'pchilikni chiqarmoqchi bo'lsangiz, mana 2 bilan 3 ta bittada bosinglar kerak bo'ladi. Mana. Birinchi 2 ni ishlatib yuborasizlar, keyin 3 ta bosasizlar 2 ning ustiga. 2 mana bu bo'ri bor sizlarda. 3 marta ura oladi bo'rilar. Qaq ketdi endi u. Mana qaranglar. 3 marta ura oladi mana. 1 obunachilar, men chaqilib qoldim. Xullas, ana nima demoqchi edim, qaranglar. Mana qarg'a to'lgandan keyin ana qilish kerak buni. Obunachilar mana hozir sizlarga ko'rsatib beraman, qaranglar. Mana 1 2 3 marta urasizlar, obunachilar bunga. 3 marta urasizlar. Xo'sh, keyingisi mana bu 2 qaranglar. Mana buni bossanglar, ko'rasizlar, mana shunday qiladi. Keyingi qobiliyat mana Gojo bor. Gojo'nikini bilasizlar, parta qilib, mana bu Mahito. Buni qobiliyati qo'llarini o'zgartira oladi. Mana bu Fox Strike ham shunaqa obunachilar. Uzra obunachilar, ovozim bo'g'ilib qoldi. Xo'sh, mana bu qaranglar, har xili bor. Mana bu ana qila oladi. Yoki bunisi bo'lsa, mana bular ikki bitta uchirib yuboradi. Keyin nima desam ekan obunachilar? Mana hozir qarab turinglar. Fox Strike ham shu obunachilar mana. Itarib yuboraylik-da. Itarib yuboramiz. Mana qarab turinglar. Mana Black Flash. Voy, uzra obunachilar, bu ham shunaqa-da mana. Shunaqa qilasizlar buni ham. 2 obunachilar ammo body repel bilan 3 ta bossanglar, mana qilib metroda ketasizlar. Ko'rasizlar, mana shunaqa metroda ketasizlar. Mana hozir Black Flash ko'rsatib beraman. Mana ko'rdinglar, mana shunaqa qila oladi. Endi qaysini Black Flash ko'rsataman? Mana almashuvchi mana. Bu ana uniki, nima deydi? Eugene akasi obunachilar bu. Buni ham ana Black Flash bor. Buning uchun mana bu 3 ta bosib, mana bu yulduzni bosamiz, 2 ni bosib Black Flash qilishimiz kerak. Obunachilar, lekin men uncha qila olmayman. Telefonni cho'ta o'xshamayapti. O'xshamadi obunachilar. Короче, Black Flash qilish kerak edi obunachilar, bir bola qilib. Bilmadim. Buni qobiliyati mana bunaqa obunachilar. O'sha chapay chalib o'zgarib boradi. Sizlarga yana qaysinikini Black Flash bor ekan? Kimda Black Flash bor? Bu reset degani bu hacker obunachilar, unda Black Flash bo'lmaydi. Men bu advokat, bunda ham Black Flash bo'lmaydi, bunda ham. Xullas, ko'rsatib beraman sizlarga mana buni. Bu ham kuchli obunachilar bular. Mana qaranglar. Mana bunaqa kuchli-da bu, mana. Boshqalarga o'xshab neni qilmaydi, buni sudrab olmaydi, bu tez boradi obunachilar. Bu 3 desanglar, bu Black Flash emas obunachilar, bu tez boradi, nabrot. Hozir ko'rsatib beraman. Mana qarab turing, mana bu yerdan turamiz. Voy, obunachilar ko'rasizlar? Buni qobiliyati anaqa obunachilar, mana qaranglar. Qarab turinglar. Ashnaqa oynaga aylantirib oladi. Tushunasizlar, mana qaranglar. Mana. Bitta bundan uchinchisida zo'r qilib beraman obunachilar sizlarga. Tursin. Hozir. Ko'rgansizlar, mana shu narsa trend bo'lib ana qilayotgandi. Eski trend shunaqa. Xo'sh, obunachilar, endi mana bu Puppet Master o'rgataman sizlarga. Bu robot. Robotning qobiliyati nima? Robotning qobiliyati bu robotlar chaqira oladi, obunachilar, robot. Mana misolcha o'rgatib qo'yaman sizlarga, mana qaranglar. Yulduzni bosasizlar, любойni bosasizlar, faqat shu ikkinchisida robot kengda bor, boost on da. Mana bunisida qaranglar.
Ne qilasizlar? 3 ta bosib turib, anaqa qilsanglar, robot sizlarga tashab beradi, sizlar xohlagancha kuydirasizlar. Bilasizlar, ana robot ile bor. Mana bunisi bor, qaranglar. Kuraslar mana shunaqa qila oladi. Yoki bo'lmasa, mana bu yulduzni bosib, mana 3 ta qilsanglar, robot tushadi, turadi oldinglarda. Buni qanday ottirish mumkin? Bunacha ne qilib blok mana bu zashtani bosasizlarda, keyin otiladi. Lekin mashina robotni chaqirib armiya qilsanglar bo'ladi, lekin mana qarab turing. Blok qilaman. Yana boshqachasi ham bor, bilan chaqiraylar. Robotlar sizlarga yordam beradi, robotinglar bo'lasizlar. Keyin mana bu True Cannon degani bor. Bu ham zo'r, obunachilar peshonasida lazer ota oladi, ko'm-ko'k mana qarab turinglar. Mana. Mana bu boshi qisib ketsa otmaydi obunachilar lazer. Faqat 2 bilan 3 ishlaydi mana. Lazerini mana qisib ketgan joyini nima qilish mumkin? Yulduzni bosib. Mana ko'rdinglarmi obunachilar mana. Ana, ko'rdinglarmi? Agar mana bunaqasi to'lib ketgansa, ne qoladi? Ha, to'lib olsin ko'kka, bunday qiladi obunachilar bu. Qoladi o'ziga. Xo'sh, obunachi yana nimani ko'rsaman? Mana Start Rage Ultimate'da sizlar o'lishingiz kerak bo'ladi. O'lishi ona qilasizlar, o'lganinglardan keyin qora tuynuk paydo bo'ladi obunachilar bunda. Az. Ultimate'ni ana qilish kerak. Mana bu o'lganinglarda keyin ne ultimate'da bosasizlar, mana yulduzni bosib turishingiz kerak, qora tuynuk paydo bo'lish uchun. Hozir obunachilar. Hozir obunachilar mana to'ldi o'sha video cho'zilib ketgan bo'lsa uzr so'rayman. Mana obunachilar mana qarab turinglar. O'ylaman, qarab turinglar. Ko'rasizlar, yulduzni bosib tursanglar, qora tuynuk paydo bo'ladi, hamma joy yutib oladi. Ana ko'rdinglarmi mana shunaqa. Keyin obunachilar mana har xil bor. Bu Black Death degani u ham kuchli tarakan obunachilar bu. Yana qaysini ko'rsatsam ekan? Xullas obunachilar yoqqanlarni ko'rsatdi menga. Yoqmaydigan personajlar uncha yoqmaydi ular. Mana misol uchun ular hammasini qobiliyat. Mana Black Death o'zini klonini chiqaradi. Bu bo'lsa Ultimate ham bor, ana qo'lli anaqa bo'ladi. Sizlar Luke mana bu qarg'a bo'ladi obunachilar. Qarg'a bo'lgandan keyin qarg'a bilan aniqlasizlar. Luboyni portlatib o'ldirib yuborasizlar. Mana bu Luke bo'lsa omati bo'ladi obunachilar. Sizda 6 ta omad bo'ladi. To'ldirishingiz kerak bo'ladi. Mana Asprika mamaka bo'lsa anaqa bo'ladi. Tayoq bo'ladi. Start Rage mana bu personajdan Locuskay o'sha chigirtka. Bu personaj pulli. Mana bu ko'rdinglar, buni ham mana ham ko'rsatib berdim. Mana Yuta buni. Mana bu qon ham yaxshi obunachilar. Mana buni ham ko'rsatdim. Ular shunaqa gaplar obunachilar. Jujukida yana kombolar chiqarib beraman obunachilar. Ungacha sizlar like va podpiskani bosib qo'yinglar. Mayli obunachilar, yaxshi davom etinglar. Bo'pti.